Mana shu kundan boshlab har bitta hokim o'zini telefon raqamini, har kun gaplashadigan telefon raqamini butun xalq bilishi kerak. Mana shu tumandagi xalq bilish kerak. Qachon kim telefon qilishidan qat'iy nazar hokim albatta olib javob berish kerak. O'shanda hokim xabardor bo'ladi tumanda nima bo'layotganligidan va albatta murojaatlar sonini ham kamaytirib, xalqni rozi qilish bo'yicha ham juda katta ishlarni qilgan bo'ladi. Natijasi ham darrov seziladi. 1-2 oyda natija sezadi shunda. Hamma hokim eshitib qo'ysin. Kechasi uyquda yotganlaringiz ham agar xalq murojaat qiladigan bo'lsa, telefonni ko'tarib javob berib masalani yechasizlar. Xalq bilish kerak hokimning telefon nomerini. Qaysi tumandan murojaat kelishiga qarab turib biz keyin tumanga baho beramiz. Tumandan ko'paydimi murojaat, demak tuman hokimi ishlamayapti degan. Mana hokim buvamizga shu may oyidan beri qilaman telefonni. Har kuni qilaman. Birontasiga ko'tarmaydilar, yo'q. Javob qaytarmaydilar. Menga ham shu tuman hokimi topshiriq bermasa qimirlamaydi ba'zi bir xodimlar, shuning uchun majbur bo'laman tuman hokimiga qilishga. Lekin tuman hokimimiz ham prezidentga murojaat deb yo'limizda aholini yo'lda chaqir chuqurlarni ko'rsatdi, bizning yo'llarimizni ham tekislab beringlar, bemorlar olib chiqishga qiynalamiz deb tanqidiy video qilib chiqqani uchun O'zbekistonni Kattaqo'rg'onni sharmanda qildi deb shundan bir telefonimni ko'tarmaydilar. Ko'ring mana Aziz Boboyev. Janob prezidentlar, hech kim bolam demasin, hech kim yo'q, zoriqtirmasin Allohim. Qo'llarim qaltirab qolganman. Mana hozir ham hokim buvaga qilaman. Ish vaqtlaridan tashqari vaqtlar ham qilib ko'ryapman. Lekin ko'tarmaydilar mana. 1 oydan bir mana shu holat. Qaniydi ko'tarsalar bir og'iz. Tinchmi Shahzodni kelib 5-6 marta ko'rib ketganlar ko'zlari bilan holatini. Yurtimiz rahbari janob prezidentim, mani bolam oyoqqa turish uchun yordam beringlar iltimos. Ularga yonlab yolvorishdan, sarg'ayishdan qiynalib ketdim. Assalomu alaykum. Janob prezidentimiz Shavkat Miromonovich, mehribon xalqim, hurmatli Aziz Boboyev, Samarqand viloyat hokimi Aziz Boboyev. Men yana murojaat qilib chiqishga majburman. To'g'ri, Aziz Boboyev xabar oldingiz, keldingiz, nazoratga oldim dedingiz, lekin viloyatda to'g'ri ishlaringiz ko'p. Bitta katta viloyat hokimisiz. Janob prezidentimizga avvalambor mingdan ming rahmat. Yurtimizni tinch, osoyishta saqlab, xavotirsiz uxlab turayotganimizni ta'minlab qo'yganlari uchun mingdan ming rahmat janob prezidentimizga. Lekin yana ham men ham shu xalqman, majburman. Hech bir onani farzand dog'ida, farzandini dardida sinamasin. Men shu bolam 2022-yildan bir mana shu holatda avtohalokat natijasida O'zbekistonga olib kelganimizga 3,5 yil bo'lyapti. Shavkat Miromonovich, men juda ham ko'p sizni qarorlaringizni qo'llab-quvvatlab, doim ko'rib intilaman, harakat qilaman. Qaniydi, ichimdan o'sha vaqt sizni oldingizda bo'lib, bor dardimni aytib, o'sha yordamlaringiz bizga ham to'la-to'kis yetib kelishini o'zingizga aytib bergim keladi, lekin buni iloji yo'q ekan. 3 yildan bir murojaat qilaman. Bora olmayman, borganim bilan baribir sizni oldingizga meni kiritishmaydi. Mana shu bolamga kuchli mutaxassis kerak. Bosh sohasi bo'yicha mutaxassis yo'q. Tuman shifokorlaridan boshqa hech narsaga, hech qanaqa boshqalarga ko'rsata olmayapmiz. Tuman shifoxonasini shifokorlarni ukollaridan bir xil ukol dorilardan bola to'yinib ketdi. Men bolam uchun ko'p ukol dori emas, faqat kuchli mutaxassis o'zini mutaxassislar kelib maslahat berib davolashini iltimos qolaman. Hech bir ona bolam demasin. Men telefon qilishlardan charchadim. Meni eshiting, bir martagina eshiting.
Toki mani eshitmagingiz uchun murojaat qilaman sizga, Prezidentim. Hurmatli Aziz Boboyev. Chunki hurmatli Aziz Boboyev deganim mani murojaatimni eshitib, o'zlari kelgani uchun hurmatlari men uchun baland. Bolamni tekshirtirishga olib chiqolmaganimdan, yo'limiz tekismasligidan, asfaltni tanqidiy murojaat chiqqanimdan bir tuman hokimi 1,5 oydan bir telefonimni ko'tarmaydilar. Xabar yozaman, xabarlarimni ham javob yozmaydilar. Siz nima deyapsiz, janob Prezidentim? Haqiqat bugun yurtda o'zgarish bo'ladi, umid bo'ladi deyapti. Xalq kimga ishonsin? Sizga ishonyapti-yu, lekin haqiqatni gapirib chiqqanni kamsitim, o'kisitim tashlab qo'ymayaptilarmikin? Nimaki murojaat bo'lsa yig'lab olib keltiryapman. Ko'zlarim o'ltirib yashashni xohlayapti, harakat qilyapti. Bizning yurtimizda shunaqa kuchli mutaxassis bormi? Chet eldan bo'lsa ham. Mayli, mani miyamni olib qo'ysinlar bolamga. Qaysi organiga to'g'ri kelgan kelsa mani jonimni olib qo'ysinlar bolamga. Besh yildan beri shu yerga ovqat beraman, shu yerda. Jajji qizchasi 9 oyligida qo'limda qolib ketgan. Turkka kirdi. 23 yoshli o'g'lim akasini yonida bo'lgan. Voqea joyida bu dunyoni tark etdi. Iltimos, bolamga kuchli mutaxassis kerak. Yordam beringlar. Agar bironta organizmi to'g'ri kelsa, agar shunaqa imkon bo'lsa, men jonimni beraman bolamga, boshimni, miyamni desam miyamni, mumkin bo'lsa. Bolamni bunaqa o'ltirib, yosh navqirovdi. Dardini aytolmay yotishga chidolmayman. Iltimos. Men charchadim, telefonladim, charchadim. Faqat telefon qilib yolvorib yig'lashdan charchadim. Iltimos qilishdan charchadim. Bular kelib murojaat qilib yig'lasam, uyimga kirib mana ovozlarimni video qilib tuman hokimimizga tashlaydilar. Tuman hokimimiz viloyatga tashlaydilar. Har bitta xabar olgan odam rasmga 2-3 tushib ketadi. Shu rasmlar bilan yopilib ketyapti mamlakat. Mayli, minglab rasm chizsinlar bolamga. Kuchli mutaxassis olib kelsinlar. Butun dunyoga rasmini tarqatsin, roziman. Bizlar yolvor desa yolvoraman. Bolamga kuchli mutaxassis kerak. Men Allohdan to'xtamay so'rayapman, kecha kunduz so'rayapman. Hech kim bolam demasin, hech kim. Hech qachon hech kim bolasini o'qidi ko'rmasin. Hatto sog'ligim bo'lmay gapirishga qiynalib qoldim. Iltimos qilaman. Mani ichim tugadi. Mani tanam yuribdi, jasadim yuribdi, ichim o'lib bo'lgan. Menga bir nima bo'lib ketsa, bolam bu holda ko'zikka qaraydi. Iltimos, mani kuzatib turgan har bir mehribon, aziz, imonli insonlar, yurtimiz rahbariga murojaatimni yetkazinglar. Alloh uchun yetkazinglar. Xalqim, Allohim farzandi o'g'liga ko'rmasin hech kim. Duo qilaman.